keyin perekuling Perikuling bu, ha? ha. Perikuling. Bu tezroq sovib beradigan variant. Voy 20-dan keyin betga olib kirib 8 ga tushyapti. O shamolni urish. Perikulingdan chiqqandan keyin xraneli. Ha. Mana bu stolda sarchiroq. Ha, bu xraneli kiradi. Yani xraneli 10 soat mobaynida 2 gradusga tushirib olamiz. 10 soatda 2 gradusga tushirib olasiz. Tushirib olgandan keyin odgrushkaga chiqib ketadi mahsul. Yo'q. Mana bu tarafdan odgrushka qilinadi. To'g'ri, bu o'sha zanjirdek. Mana